Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan Washington School o'quv markazi YouTube kanali va bugun sizlar bilan CSSdagi ikkinchi darsimizni boshlab olamiz. O'tgan safargi video roligimizda, darsligimizda CSSni HTML ga ulashni o'rganib olgandik. 3 xil turini. Bu juda ham oson bo'lgan edi. Endi esa o'zi CSSdagi kodlarni yozishni boshlaymiz. Bizga kerak bo'ladi HTML hamda CSS fayl. Ko'rib turibsizlar, bu HTML fayl va bunga nom berib qo'yishimiz mumkin. Ikkinchi CSS ikkinchi dars masalan. Va bu yerdan kod yozishni boshlaymiz. Birinchi bo'lib bizga juda ham kerak bo'lgan ikkita element haqida gapirib beraman. Masalan, bizda p yoki h2 kodi bor. Uni yozib salom deb yozadigan bo'lsam va uni tagidan yana bir marta h2 ochib turib, bunisiga deyishim mumkin world deb yozadigan bo'lsam, ixtiyoriy qanaqadir so'z yozishingiz kerak. Ikkita h2 ochib turib va endi qilayotgan ishimizni brauzerda ochib olamiz. Shunda bizda ikkita xuddi shunaqa so'z chiqadi. Endi esa CSSda bularga rang berishni o'rganamiz. CSSda rang berishni o'rganamiz. Ya'ni biz ishlatgandik oldin color elementini ishlatgandik. Title'ni pastida CSS ochib, style ochib. Endi alohida papka bilan ishlashni o'rganamiz. Xo'p, birinchi o'rinda bizga kerak bo'ladi h2 ni chaqirib olishimiz kerak bo'ladi. h2 va xuddi shunday qo'shtirnoqli qaus ochib ichiga yozishimiz kerak color va masalan bu yerda rangni tanlasanglar bo'ladi. Masalan dark red, ya'ni qizil. Shunda bizni so'zimiz qizil bo'ladi. Ulab olishimiz. Link bilan ulab olamiz CSS ga. Va ko'rib turibsizlarki, ikkovi ham qizil bo'ldi. Solashtiraman. Mana. Endi qanday qilib bittasini qizil, bittasini sariq qilamiz? Masalan, bizga kerak bitta tomonida qizil, bitta tomonida ko'k. Hop, xuddi shu narsani o'rganib olamiz. Bizga kerak bo'ladi ID yoki klasslar. Ya'ni mana bu joyiga h2 mi, p mi, masalan p yozadigan bo'lsak ham, mana xullas mana shu joyiga klass chaqirib olishimiz kerak bo'ladi. Klass va bu yerga xohlagan o'zingiz ixtiyoriy ism yozib qo'yishingiz kerak. Qachonki mana shu h2 dagi salom degan so'zni sizga eslatib turish kerak. Masalan, print salom deydigan bo'lsam, salom so'zini yozadigan h2 deb nomlagan bo'laman. Print salom. Endi esa buni bu tomonda chaqirib, nuqta bilan chaqirishimiz kerak. Qachonki biz elementga klass berganimizda nuqta bilan chaqirib turib, colorga blue beradigan bo'lsam, salom so'zimiz ko'k rangga o'zgaradi. Hammasiga xuddi shunaqa qilib klass berib chiqishimiz mumkin. Ya'ni klass bu ism. Klass. Endi world ga masalan yozishim mumkin. World deb yozib qo'ysam ham bo'ladi. Mana world deb yozib qo'ydim. Endi buni ismi, mana bu h2 ni ismi world deb nomlandi. Bu tomonga o'taman. Klass berganim uchun nuqta bilan chaqiraman world ni. Va color beraman. Har xil rang berishim mumkin. Masalan, gold. Shunda sariq bo'ladi. Plarga ham xuddi shunaqa qilib ishlatish mumkin. Bu joyga class p deb nomlasam ham bo'ladi. Nuqta p color va masalan red. Ko'rib turibsiz, uchalasi ham o'xshadi. Va ikkinchi usulimiz class, birinchi usul bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi usulimiz id. idlar bilan ham biz ism, ya'ni klassga o'xshab id ham berishimiz mumkin. Ya'ni pastroq qo'yaman. h2 salom yoki
Masalan, document deb yozadigan bo'lsam, mana chiqdi. Lekin rangi qizil bo'lib turibdi, chunki biz bu yoqda echkini hamma echkiga qizil berib yuborganmiz. Olib tashlaymiz. Qora. Va endi bunga ID berishim mumkin. Mana shu joydan, xuddi shu joydan ID deb yozaman. Shunda bizga ID kelib chiqadi. Va xuddi shu joyga, xuddi mana shu klassda qanday bergan bo'lsam, ID da ham xuddi shunaqa beraman. Faqat ikkovsining farqini hozir aytib beraman. Masalan, document deb nom beradigan bo'lsam, bu tomonga o'taman. Klassni nuqta bilan chaqirayotgandek, ID ni esa reshotka bilan chaqiramiz. Masalan, nima deb nom berdik? Document deb nom berdik. Shuni chaqirib qo'yamiz. Color masalan green. Mana. Hammasi ishlayveradi. ID bilan klassning farqi chaqirilishida. Ikkovsi ham bir xil. Lekin ko'pincha biz klassni ishlatganimiz yaxshiroq. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Keyingi videolarda asosiy kodlarni yozishni o'rganamiz.